بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى barchalarimizni qadamlarimizga hasanat yozsin. O'qiydigan juma namozimizni qabul qilsin, duolarimizni o'zi ijobat qilsin. Bugungi suhbatimiz qalb pokligi, ruhiy tarbiya asosidir degan mavzuda bo'ladi. Xo'p, insonni tirikligi uchun yurak qanaqa muhim bo'lsa, uning ruhiyati, ma'naviyatini pokligi uchun ham, ma'naviy hayoti, ruhiyatini tirikligi uchun qalb xuddi o'shanaqa muhim. İnson yashab turishligi uchun yurak urib turish kerak. Yuragimiz urmasa hayotda bir lahza qola olmaymiz. Xuddi shuni singari insonning jasadidan tashqari ruhi ham bor. Ruh ham yashash kerak, u ham ozuqa oladi, u ham kasal bo'ladi, ruh ham kasal bo'ladi, sog'lom bo'ladi. Uni ruhni tirikligini ta'minlab turadigan a'zo bu qalb hisoblanadi. Bugun inshaalloh mana shu qalb to'g'risida, qalbning pokligi to'g'risida o'qiymiz, o'rganamiz inshaalloh. Insonning ruhiyati, ruhiy tarbiyasi uchun, ruhiyatini tirikligi uchun o'sha qalbni va unga taalluqli bo'lgan ba'zi masalalarni bilishimiz kerak. Agar inson boy bo'lsa, sog'lom bo'lsa, hamma narsasi bisyor bo'lsa, lekin ruhiyat buzuq bo'ladigan bo'lsa, qalb kasal bo'ladigan bo'lsa, bu insonga bu hayotda huzur, halovat, lazzat yo'q. Hamma yo'g'i bisyor bo'lgan bilan, lekin ruhiy olami, ruhiyatida nuqson bo'ladigan bo'lsa, bu odam o'zini men baxtliman, men maza qilib yashayapman deb ayta olmaydi. Lekin insonda ruhiyat agar sog'lom bo'lsa, butun bo'lsa, qalbi pokiza bo'ladigan bo'lsa, moddiy kamchiliklar u insonni aslo tashvishga sololmaydi, belini bukolmaydi. O'shaning uchun dinimiz birinchi o'rinda qalb pokligiga, ruhiyatga e'tibor qaratadi. Din 5 ta islomni arkoni bor. Ya'ni islom dinining 5 ta ustuni bor. O'shaning birinchisi iymon. Bu iymon qalb bilan bajariladigan amal. Ikkinchisi namoz, ro'za, zakot, haj. Bu keyingilari moliyaviy va badaniy ibodatlar. Lekin eng birinchisi qalb ibodati. Agar qalb ibodati insonda bo'lmasa, iymon bo'lmasa, o'qigan namozi ham, tutgan ro'zasi ham, bergan zakoti ham, ado qilgan haji ham bu odamga manfaat keltirmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda qalb va unga bog'liq bo'lgan masalalar muhim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Astag'izu billah. Yawma la yanfa'u malun va la banuna illa man atalloha biqalbin salim." Qiyomat kuni bu qanaqa kun? Qiyomat kuni shunday kunki, qiyomat kunida insonga na mol dunyo va na bola chaqa manfaat bera olmaydi. Lekin Allohning huzuriga sog'lom qalb bilan borgan odamlar bundan mustasno. Demak, bizi farzandlarimiz, mol dunyoyimiz, bu dunyoda qilgan moliyaviy ibodatlarimiz, farzand o'stirib, tarbiya qilib jamiyatga qo'shganimiz qiyomat kunida bizga foyda berishligi uchun shu ishlar bilan birga qalbimiz ham sog'lom, to'g'ri e'tiqodlik bo'lish kerak. Lekin qalb buzuq, e'tiqod buzuq bo'ladigan bo'lsa, insonning bu dunyodagi moliyaviy ibodatlari ham va boshqa badaniy ibodatlari ham oxiratda, qiyomatda u odamga naf keltirmaydi. Katta kamchilik ko'pchiligimizda
namoz o'qiymiz, masjidga boramiz, haj qilamiz, umra qilamiz, zakot ham beramiz. Ko'rgan odam bizni taqvodor, ibodatli deydi. Lekin mana shu ibodatimiz ko'pincha tashqi qiyofamizni o'zi bilan cheklanib qoladi. Ruhiyatga o'tmay qoladi. Insonning qalbiga ana shu musulmonchilik, shu taqvo uning qalbiga singib bormay qoladi. Ba'zi odamlar shikoyat qilib keladi. Bir inson boshqa insondan shikoyat qiladi, arzini aytadi, o'zi tuppa-tuzuk odam. Namozga qatnaydi, lekin qilayotgan ishi musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Demak, bunaqa odamlarni musulmonchiligi uning o'sha tashqi ko'rinishida, kiygan kiyimida, boshidagi do'ppisida, qo'lidagi tasbehida, so'zlarida arablarga o'xshab inshaalloh, mashaalloh deb talaffuz qilib turishligida, shularida qolib ketib qoladi. Agar shu taqvo, shu musulmonchilik, shu islomiyat qalbga kirib borsa, u qalbni ham tozalaydi. Qalb tozalangandan keyin, ruhiyat poklangandan keyin bunaqa odamning ustidan birov masjidga yoki boshqa joyga shikoyat qilib bormaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan mashhur hadis bor. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha laha sa'irul jasadi va idza fasadat fasada laha sa'irul jasadi ala va hiyal qalbu. Sizlar shuni yaxshi bilinglar, insonning jasadida bir parcha go'sht bor. Agar o'sha go'sht sog'lom bo'lsa, salohiyatli bo'lsa, yaroqli bo'lsa, butun jasad salohiyatli bo'ladi. Mabodo o'sha go'sht aynisa, agar insonning qalbi buzuq bo'ladigan bo'lsa, butun jasad buziladi. Qayerda buziladi jasad? Bu dunyoda buzilmasligi mumkin. Chiroyli, ko'rkam, kelishgan, pahlavon bo'lib yurishimiz mumkin. Lekin qalb buzuq bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kuni o'sha chiroyli jasad jahannamda yonadi. Ammo insonning qalbi sof bo'lsa, qalb kasalliklaridan xoli bo'lsa, sog'lom bo'ladigan bo'lsa, u mayib, majruh, nogiron bo'lsa ham qiyomat kuni u jannatda rohatda yashaydi. U jasad oxiratda Allohning huzurida qiynalmaydi. Shuning uchun biz namoz, ro'za, zakot kabi ibodatlar bilan birga qalbimizga doir bo'lgan, bilishimiz zarur bo'lgan farz darajasidagi ilmlarni ham o'zlashtirishimiz kerak. Qalbni bir qancha yemiradigan kasalliklar bor. Birinchi qalb kasalligi ulamolar aytadi, bu kufr. Iymonsizlik. Iymonsiz odamning qalbi o'lik, ruhiyati jonsiz bo'ladi. O'shaning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doim qalbini islomda, iymonda sobit qilishini Allohdan so'rar ekan duolarda. Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika va ta'atika degan mashhur duolar bor. Ey qalblarni o'zgartiruvchi, qalblarni boshqaruvchi bo'lgan zot, Allohim mening qalbimni dinimizda, islom dinida va senga itoatda, ibodatda mustahkam qilgin deb duo qilar ekanlar. Demak, bu mana shu Rasulullohning shu duolari ana shu qalbni davolashni bitta uslubi. Tana kasal bo'lganda biz shifokorga murojaat qilamiz. Undan tavsiya, maslahat olamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom esa bizga shu qalbimizni kasalliklarini davolash uchun o'zlari hayotlik chog'larida kerakli maslahat tavsiyalarni berib ketgan. Uning eng birinchisi shu qalb ishini isloh qilishi uchun to'g'ri qalbning egasi Allohning o'ziga yuzlanmoq. Demak, doim Xudodan duo qilib so'rashimiz kerak. Rabbim meni qalbimni pokiza qilgin. Qalbimni sog'lom qilgin. Buzilib qolishidan meni saqlagin deb Allohdan duo qilish kerak. Bu birinchi qalbni davolashning
chorasi. Birinchi yordam, eng asosiy chorasi shu, duo. Alloh subhanahu va taolo insonni tashqi qiyofasiga qaramaydi, balki qalbga qaraydi. Ya'ni bu degani insonni qiyomat kunidagi joyini belgilanishligida uning tashqi qiyofasini ahamiyati yo'q. Balki uning e'tiqodi, qalbi asosiy muhim vazifada turadi, muhim o'rin tutadi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar: "Innalloha la yanzuru ila suwarikum va amwalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum." Alloh subhanahu va taolo sizning suratingiz va mol dunyoyingizga emas, balki sizni qalblaringiz va amallaringizga e'tibor qaratadi deydi. Demak, qiyomat kunida insonning qalbi asosiy o'rinda bo'ladi. U tashqi qiyofasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Tashqi qiyofamiz bu taqvodor ko'rinishda bo'lamizmi yoki boshqacha ko'rinishda bo'lamizmi? Chiroyli bo'lamizmi, kelishgan bo'lamizmi, nogiron, majruh bo'lamizmi? Buni umuman zig'ircha qiyomatda o'rni yo'q. Chiroylilar jannatga, xunuklar do'zaxga yoki bo'yi uzunlar jannatga, bo'yi pastlar do'zaxga degan joyi yo'q. Balki insonning qalbiga Alloh subhanahu va taolo qarab, o'sha qalbini sog'lom kasalligiga qarab, uning qiyomatda o'rnini Alloh belgilab beradi, jannatga yoki do'zaxga. Boya aytganimizdek, Payg'ambarimiz alayhissalom: "Ey qalblarni o'zgartiruvchi zot, mening qalbimni diningda va senga itoatda sobit qilgin" derdi. Qalb shunaqa o'zgaruvchi narsa. O'zi qalb degan so'z asli arab tilidan olingan so'z. Buni ma'nosi o'zbek tiliga tarjima qilinganda o'zgarmoq degan ma'noni aytadi. Arablarda bir hikmati bor. "Va ma summiyal insanu illa li insihi va mal qalbu illa annahu yataqallabu." Inson nima uchun inson deb nomlandi? Chunki u unutuvchi bo'lganligi uchun. Inson degan so'z arab tilida unutmoq degan ma'noni anglatadi. Biz ko'p narsalarni unutib yoramiz. O'shaning uchun insonga unutuvchi degan ma'noni anglatadigan nom berildi. Qalb nima uchun qalb deb nomlandi desa, chunki u o'zgarib turadi. O'zgarib turadi. Demak, qalb o'zgaruvchi ekan, u xatardan, xavfu xatardan xoli emas. Xoli emas. Kasalxonaga kirganimizda ba'zi xonalar bo'ladi, tashqaridan kirayotgan odamni bir qator ustiga xalat kiydirib, oyog'iga salafalli baxillalar kiydirib kirgizadi. Chunki ichkariga tashqaridan shu odam bilan virus kirishi mumkin, ichkaridagi kasalga shu ta'sir qilishi mumkin. Mabodo jarrohlik amaliyoti o'tadigan xona bo'lsa, nihoyatda qattiq qo'riqlanadi. Chunki u biron bir jarrohni ichini ochganda ichiga biron narsa tushib qoldi, tamom o'sha yer ketdi, zaharlanib, kasallanadi. Xavfu xatardan xoli bo'lmagan joy shunaqa qo'riqlanar ekanmi? Bizi qalbimiz ham xavfu xatardan xoli emas. Bu o'zgaruvchan narsa. Tashqi ta'sirlar tezda u qalbga ta'sir qiladi, tashqi kuchlar. Ayniqsa yomonliklar. Shuning uchun mo'min odam doim qalbini saqlashligini Allohdan tilash kerak. Biz o'zimizni kuchimiz yetmaydi. Qalbimizni sog'lom saqlashga insonning o'zining irodasi kuchi yetmaydi. Balki bu yerda ilohiy madad bizga kerak. Alloh qo'llaydi, quvvatlaydi, bizni saqlaydi, muhofaza qiladi. Keyin biz to'g'ri e'tiqodda qolamiz. Bo'lmasam, ikki og'iz so'z bir insonning e'tiqodini buzib tashlashi mumkin. Ikki og'iz so'z. Chiroyli qilib, ta'sirli qilib aytilgan ikki og'iz so'z bir insonni to'g'ri yo'ldan noto'g'ri yo'lga o'tkazib qo'yish uchun yetadi. Bu yerda insonni qalbini kasal qilishi mumkin bo'lgan bir qancha omillar sanab o'tilgan. O'shalarni birinchisi Alloh subhanahu va taoloning zikridan g'ofil bo'lish. Ya'ni bu degani
inson Allohni unutib qo'yishligi, Allohdan ma'lum vaqtga ajrab qolishligi uni qalbini yaralaydigan, zaharlaydigan bitta omil. Xudoni qachon unutib qo'yamiz? Misol uchun aytaylik, bir o'yingohga kirdik, kompyuter o'yinxonaga kirdik, berilib ketdik, o'ynab o'tiribmiz, butun vujudimiz bilan o'yinga berilganmiz. Inson ana shu o'yin jarayonida Allohni unutishi mumkin. Yoki shahvat, insonning shahvati g'olib kelgan paytda Alloh subhanahu va taoloni unutib, shaytonning yo'liga o'tib ketishi mumkin. Demak, musulmon kishi qalbni uni yemiradigan kasalliklardan ehtiyot qilish uchun doim yaratgan Robbisini eslab yurish kerak. Agar biz Xudoni aslo unutmasak, hech qachon shaytonning ko'chasiga kirmaymiz, qadam bosmaymiz, qarab ham qo'ymaymiz. Chunki yodimizda, xotiramizda Alloh taolo turibdi. Buyuk qiyomatda hisob so'rovchi, qilmishlarimizga jazo beruvchi zot bizni ko'rib, kuzatib turibdi. Mana shu hissiyot biz bilan birga bo'lsa, biz hech qachon yomon ko'chaga kirmaymiz, qalbimizga kasallik yuqtirmaymiz. Ikkinchisi, haqni bilgandan keyin yuza girish. Eng yomon narsa shu. Inson haqiqatda haqiqat ekanligini anglab yetgandan keyin qanday vaziyatda bo'lishidan qat'iy nazar tan olish kerak. Tan olish kerak. Agar haqni tan olishlikka uning qalbidagi kibr yo'l qo'ymasa, o'sha qalb battar kasallanadi, battar zaiflashadi. Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madina Munavvaraga hijrat qilib borgan vaqtlarida o'sha joyda kitob o'qiydigan Bani Isroil qavmi yahudiylar bor edi. Ular Tavrotni o'qir edi, ziyoli millat edi. Alloh subhanahu va taoloning ko'plab ne'matlariga muyassar bo'lgan xalq edi. Ular kutar edi, yaqinda oxir zamon payg'ambari keladi, biz u payg'ambarga iymon keltiramiz deb kutib turishar edi. Rasululloh keldi. Rasulullohning alomatlari, oxir zamon payg'ambarining belgilari ularning kitoblarida bor edi. Ular bilar edi. Bo'yi qanaqa bo'ladi, gapirishi qanaqa bo'ladi, xulq atvori qanaqa bo'ladi, qanaqa ovqatni yeydi, nima ovqatni yemaydi, hamma yo'g'i ularning kitoblarida bor edi. Rasululloh men payg'ambarman deb o'rtaga chiqib kelganlaridan keyin ular tekshirib ko'rdi. Hamma ma'lumotlar rost mos keldi payg'ambarimizga. Bitta narsa ularga yoqmadi. Rasulullohning arablar millatiga mansub ekanligi yoqmadi. Nimaga? Bu payg'ambar yahudiylardan chiqmadi. Shu kunga qadar hamma payg'ambarlar yahudiylardan chiqqan bo'lsa, Bani Isroil qavmidan bo'lsa, ular Rasulullohning haq payg'ambar ekanligini bilar edi, ammo lekin tan olmadi. Ana endi ularning qalbiga muhr urildi. Qalb kasallandi. Haqni bilib turib tan olmaslik insonning qalbini yemiradigan bitta virus misoli. Hazrati Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar, o'zgalarni yengish uchun qilinadigan munozaralar agar birovni mot qilish uchun bo'lsa, Xudo uchun bo'lmasa, u qalbni qotiradi va jamiyatda odamlar orasida adovatni shakllantiradi dedi. Demak, bir inson ikkinchi inson bilan tortishuvga borishi, ayniqsa diniy masalalarda bahs munozaraga kirishishi, shu kirishganda ham maqsadi qarshisidagi odamni mot qilish, yengilmaslik, faqat uni mot qilish. Shunaqa maqsadda agar bahs munozaraga kirishadigan bo'lsa, mana shu bahs munozara uning qalbini kasal qiladi. Kasal qiladi. Bugun mana shu ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p bahs munozaralar bo'ladi. Bahs munozaralar bo'ladi.
Shu bahs munozaralarda ishtirokchilarining deyarli 90-95% o'sha bahs munozara ilmini bilmaydi. Xayoliga, fikriga kelgan narsani yozadi. O'sha bahs munozarani markazida turgan shaxs bo'lishi mumkin, uni tekshirmasdan tanqid qiladi, obro'sini to'kadi. Bu ayniqsa mana shu bizni o'zbek jamiyatimizda ko'p. Bir odamning gapi qo'yiladi, tamom unga endi toshlar otilishni boshlaydi. Buni orqasidan bir-birlari bilan urushib ketganlar ham bo'ladi, izohotlarda. Bir odam post qo'yadi, uning izohiga qarasangiz, post mavzusi qolib ketib, 2-3 odam bir-biri bilan urushib yotgan bo'ladi. Mana shu narsa ham bizni qalbimizni qotiradigan yoki qalbimizni kasal qilib chiritadigan bitta virus. Bir narsaga fikr bildirishdan avval uni rosa o'rganish kerak. Fikr bildirib xato qilgandan fikr bildirmasdan xato qilgan yengilroq. Qiyomatda javobgarligi kamroq. Shuni ayniqsa yoshlarimiz yaxshi bilish kerak. Ayniqsa bu ahli ilmlar masalasida ko'p bo'ladi. Biron bir ahli ilmning ma'ruzasini bittasi qo'yadi, ana undan keyin haligi Bismillahirrohmanirrohimni to'g'ri talaffuz qilishni bilmaydiganlar haligi domlani muhokama qilib, uni turli-tuman bo'xtonlar bilan shu malomat qilishadi. Uchinchi narsa omil, insonning qalbini kasal qiladigan omil gunoh ishlarni ko'p qilish. Inson bir gunoh qilgandan keyin tezda tavba qilmasa, haligini 2-marta, 3-marta qilgandan keyin u gunoh emas, oddiy ishga aylanib qoladi bu odam uchun. Hech vijdoni qiynalmasdan, eti jimiramasdan amalga oshiradigan bo'lib qoladi o'sha gunohni. O'shaning uchun bu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Gunoh qildingmi, darrov istig'for aytib, tavba qilib, shuni qayta qilmaslikka ahd qilsak, Alloh kechiradi. Lekin aksincha bo'lsa, u insonning qalbini qoraytiradi. Payg'ambarimiz alayhisolamning bir hadislari bor. Inson bitta gunoh qilganda, uning qalbiga, oppoq qalbiga bitta qora nuqta tushadi deydi. Bu o'sha bitta kasallik, virus. Tavba qilsa, haligi narsa chiqib ketadi deydi. Tavba qilmasa, u sekin butun qalbni tamom qiladi, yediradi, yemiradi deydi. Keyingisi dunyoga berilib ketishlik. Inson oxiratni tez-tez eslab turishligi insonni tiyib turuvchi omil hisoblanadi. Biz o'limni tez-tez eslasak, bir kunmas bir kun shu qabristonga kelishimizni bilib yursak, mana shu hissiyot bizni gunohlardan tiyadi. Birovni dilini og'ritishdan, birovni burnini qonatishdan, yomonlik qilishdan tiyadi. Haligi yoshi ulg'ayib, bosilib qolibdi deydi. U yoshi katta bo'lgan odam nima uchun bosiladi? Yo oxiratda eslaganligi uchun bosilib qoladi, yoki o'zini sog'lik salomatchiligini o'ylaganligi uchun bosilib qoladi. Yoshlikda uni o'ylamaydi, u baland qavatdan ham haligi suvga tashaveradi, misol uchun cho'milish uchun. Cho'milgani borganda aytaylik, bir 15 yashar bola bilan 40 yashar odamni cho'miltirgani olib borsangiz, 15 yashar bola balanddan shopillab tashaveradi suvga, qo'rqmaydi. Lekin katta odam o'ylanadi, qo'y deydi, men qirg'oqdan tusholay deydi. Chunki uni tiyib turuvchi omil bor. Tiyib turuvchi omil. Xuddi shuni singari inson oxiratda eslasa, u uning gunohlardan tiyilishligiga kuch beradi. O'shaning uchun bu yerda aytayapti, inson dunyoga qattiq berilish kerak emas, oxiratni tez-tez eslab turish kerak. Agar biz oxiratni tez-tez eslab turadigan bo'lsak, qalbimiz sog'lom, ruhiyatimiz boy bo'ladi, yetuk bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Fa'amma man tagha va athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa." Kim agar haddidan oshsa, o'zini haddini bilmasdan katta ketib olsa, dunyo hayotini oxirat hayotidan ustun bilib, oxiratni eslamasdan faqat dunyoni tashvishi bilan o'ralashib qolsa, uning borar joyi jahannamdir deydi Alloh taolo. Demak, nima uchun bunaqa bo'ladi? Chunki bu inson haddidan oshsa,
oxiratni unutsa, qalb tamom bo'ladi. Qalb tamom bo'lgandan keyin oxiratga sog'lom qalb bilan emas, kasal qalb bilan boradi. Qalbi kasal odamning borar joyi jahannam ekanligi mana bu oyatda aytilyapti. Keyingi sabab, insonni qalbini kasal qiladigan keyingi sabab orzu havasga berilib ketishlik. Bu ham yuqoridagi sababga yaqin. Inson agar oxiratini, o'limni tez-tez eslab tursa, bir kun ketaman deb tursa, uzun orzuga berilmaydi. Maqsadlarni qisqa qiladi. Bugun shu 5 vaqt namozni o'qisam, birovga yomonlik qilmasam, alhamdulillah bugungi kunni xayriyat bilan o'tkazdim deb kechqurun shukr qiladi. Lekin orzu havas uzun bo'lsa, rejani katta tuzadi, uzoqni ko'zlaydi va haligi maqsadga yetib borish uchun bu inson endi ibodatdan, oxiratdan chalg'ib qoladi. Men ish qilishim kerak, buni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Keyin namoz o'qiraman deydi. Hozir deydi, ishlab pul topadigan vaqtim deydi va haligi orzu havas uni oxiratdan, ibodatdan chalg'itadi, natijada ruhiyat shun bilan mayib, majruh, kasal bo'ladi. Shariat ruxsat bergan ishlarda haddan oshish yana bitta sabab. Yeyishga, ichishga shariat ruxsat bergan. O'yin kulgi qilishga ham shariat ruxsat bergan. Bayramlarda mana dam olamiz, yeymiz, xursandchilik qilamiz, lekin bularning hammasini o'zini me'yori bor. Me'yoridan oshdi, isrofgarchilikka o'tiladi. Me'yoridan oshdi. To'y qilishga shariatda ruxsat bor. Hattoki to'y qilish sunnat. Lekin o'sha to'ydagi dasturxonning o'zini me'yori bor. Inson xalqimizda gap bor, ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak deydi. Ko'rpaga qaramasdan oyoq uzatishlikka shariat yo'l qo'ymaydi. Lekin biz atrofdagi odamlar nima deydi, u deydi, bu deydi deb qarz yukini ko'tarib, haligi qarzni to'lash qobiliyat, imkoniyatimiz yo'q bo'lsa ham katta-katta qarzlarda, kreditlarda yoki nasiyaga narsalarda olib, sotib, dang'illab to'y qilsak, to'ydan keyin jabrini o'zimiz tortamiz. Bu narsa qalbimizni ham kasal qiladi. Bugun mana shu illatga ko'pchilik mubtalo bo'lyapti. Endi qarz bo'lsa uzilar, xotin yanga qolar degan maqollar bizni aldayapti. Qarz yomon narsa, qarz yuki yomon narsa. O'shaning uchun shu shariatda ruxsati bor, aytaylik, mana marosimlar, mayit chiqqan xonadonda bo'ladigan marosimlar bo'ladi. O'tganlarni yo'qlab dasturxon yozamiz. Pulingiz yo'q bo'lsa, qiyin ahvolda bo'lsangiz, sizga kerak emas odamlarni chaqirib ziyofat berish. U sizni battar muammoga olib kiradi. Battar muammoga olib kiradi. Alloh taolo kulu vashrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yeng, iching, lekin me'yordan oshirib isrof qilmang. Chunki Alloh subhanahu va taolo isrofgar qavmni suymaydi, yomon ko'radi. Keyingi omil noshukrchilik. Allohning bergan ne'matiga shukr qilgan insonni qalbi kuchayib boradi, sog'lomlashib boradi. Lekin shunaqa odamlar bo'ladi, hech qachon shukr qilmaydi. Hech qachon shukr qilmaydi. Doim kamchilikni, yomonlikni gapirib turadigan odamlar bo'ladi. Ularni negativchilar deydi. Yoki doim chap ko'zi bilan qaraydi voqelikka, o'ng ko'zini ochmaydi. Bunaqa odamning qalbi kasal odam bo'ladi. Hali bir aytdim-ku, Ramazoni sharifda bu yil davlatimiz qorilarga 10 million so'mdan pul berdi. Nechta qori xatmiga o'tdi O'zbekistonda? Alhamdulillah yaxshi ish bo'ldi deyilsa, ba'zi odamlar buni allaqachon qilish kerak edi, endi qildi buni deyapti. Mana shu noshukrchilik shu. Bu o'sha odamning qalbidagi kasallikdan bu. Alhamdulillah shukrlarni ko'rganimizga, yetkazganiga shukr desa, Alloh subhanahu va taolo buni ziyoda qilaveradi. Endi o'sha qalbni davolaydigan, sodda qilib aytganda dorilar, uni muolajalari. Qur'oni Karimni tafakkur qilib o'qish.
Qur'on o'qib yurgan odamning qalbi yashnarib boradi, kuchayib boradi, sog'lomlashib boradi. Ikkinchisi, Alloh taoloni ko'p eslash, xotirlash, zikr qilishlik. Allohni qanday eslaymiz? Hayolimizdan chiqarmaymiz yoki istig'for aytib yuramiz, tahlil aytib yuramiz, la ilaha illalloh deb. Subhanalloh, alhamdulillah, mana shu zikrlar. Mana shularga til o'rgansa, qalb doim yashnarib shundan ozuqalanib boradi. Va bu odamdan yomonlik kelmaydi. Uchinchisi, duo, ixlos bilan duo qilish. Ixlos bu qalbni eng qon tomiri, jon tomiri hisoblanadi. Agar ixlos bo'lmasa, qalb o'ladi. Ixlos shu duo qilayotgan vaqtda Alloh subhanahu va taologa xolis duo qilish. Biron bir narsa, boshqa maqsad sizni duoingizga aralashishi kerak emas. Meni falonchi duo qilayotganimni ko'ryaptimikan, bilyaptimikan degan fikrlar bo'lish kerak emas. Alloh bilsa bo'ldi, Alloh bersa bo'ldi degan xolisona qilingan duo. Bu insonning qalbini kasallikdan davolaydigan eng kuchli ta'sir qiluvchi muolaja hisoblanadi. Amallarni maxfiy qilish, ya'ni riyo uchun emas, Xudo uchun qilish. Qilayotgan yaxshilikni Alloh bilsa bo'ldi degan maqsadda qilinadigan bo'lsa, bu ham uning qalbini sog'lomligini ta'minlaydigan vosita. Inson o'zini o'zi tergab turishligi. Bugun nima ish qildi? Hazrat Umar roziyallohu anhuning odati har kuni kechqurun uxlashdan oldin o'tirib, o'sha ertaman uyg'ongandan beri shu to'shakka yotgani kelgungacha nima ish qilganini bir qator ko'z o'ngidan o'tkazar ekan. Yaxshi ishlar bo'lsa alhamdulillah deydi ekan, yomon ish bo'lsa o'sha yerda istig'for aytib, tavba qilib keyin uxlaydi ekan. Bu inson o'zini o'zi tergab turishligi. Bu ham qalbni davolaydigan vosita. Fitna ishlardan uzoq bo'lish, aralashmaslik fitnalarga. Fitna nima? Fitna jamiyatni qo'zg'atadigan tashviqotlar. Mana shunaqa ishlarga aralashmaslik, chetda turish. Fitna bu katta mavzu. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan bu to'g'risida ko'p gaplar bor. Inshaalloh nasib bo'lsa yana biror kun shu mavzuda suhbat qilamiz. Keyingisi olim inson, taqvoli inson, yaxshi insonlar bilan suhbat qurish, oshna bo'lish, birga o'tirish. Bu ham insonning qalbini yashnatadigan, davolaydigan omillardan ekan. Vaqtimiz yaqinlashib qoldi. Alloh subhanahu va taolo aytilgan masalalarni barchamizga manfaatli qilsin.